Общий 16 sotikdan iborat. Ko'rib turibsizlar, hovlimiz polniy mevali daraxtlar ekib qo'yilgan holatda. Umumiy 16 sotikdan iborat hovlimiz Karmon tumanida markazida sotuvga qo'yilibdi. 895 million so'mga. E'tibor beringlar, qanaqa katta hudud. Polniy meva, chevalar, hozir sizga asosiy proyektlarni ko'rsatib o'tamiz. Binolari bor. Yashash sharoitlari to'liq bor. Bu tarafda yangi korpusi, bu tarafda eski korpusi. Keling, birma-bir ko'chamizdan ko'rsatib o'taylik. Darvozaxonamizga 3 ta 4 ta mashina bemalol sig'ib ketadi. Bu tarafda cho'pkor imorat, lekin yaxshi holatda turibdi. Bemalol yashash sharoitlariga ega. Mabodo salonchilar ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga yaxshi taklifim bor. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana ko'chamiz kirib kelish tupik ko'cha hisoblanadi. Hovlimiz, demak, ko'rsatib o'tasiz. Qarang, mana bu darvozasi. Mana bu yerda uzun fasadimiz ketgan, faqat qo'shnimiz tomonidan yopib qo'yilgan. Mabodoga to'g'ri devor tortib, fasadni ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu proyektni men maslahat beraman. Agar siz quruvchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga juda ham arzonga tushadi. 2 ta 3 ta katta ish qurib olsangiz bo'ladi mana shu joyga. Siz bu hovlini proyektini kelib обязательно ko'rishingiz kerak. Bitta kirib ko'rsatib o'ring. Bu birinchi xonasi, mehmonxona hisoblanadi. Mehmonlaringizni ushbu joyga bemalol kutib olsangiz bo'ladi. Agar siz ushbu xonadonni yashash uchun oladigan bo'lsangiz. Xo'p, darvozaxonamizdan biz mana bu xonamizga o'tsak bo'ladi. Bu xonamizda salonchilar uchun juda ham yaxshi taklifimiz bor. E'tibor beringlar. Go'zallik saloniga moslangan holatda ko'ylaklarimiz bor. Hamda 5 ta salonchiga mos holatda mebel texnikalariga ega, alohida boshqa xonaga olib qo'yilgan. Mabodoga uni ham kelishsalaringiz bo'ladi. Ushbu ko'ylaklar ham demak sotiladi. Bu yerda bitta xonamiz bor, hamda to'rida yana 2 ta xonamiz bor. Korobka holatida. Keling, issish tizimidan muammo yo'q, kotyorlar o'rnatib qo'yilgan va asosiy katta supamizni ko'rishimiz mumkin. Oxirigacha ketgan, oxirini bir ko'rib so'rasiz. Eski imoratlarga ega. Mabodoga shunday yo'lak ochib, bu tarafda yo'l qo'rsangiz, bu tarafdan qurilish qiladigan bo'lsangiz, hovlimizni fasadi juda ham uzun. Juda ham yaxshi bitta ko'cha bo'ladi. Mana bu yerda yangi imorat, 2 ta xonasi bor bu yerda. Yuvinish xonalari ichkarida, oshxonalari ichkarida qilib qo'yilgan. Hozir buni ham ichkari taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Hamda hovlimizda to'g'rida yana imorati mavjud. Bu tarafda banyasi hamda skladlari qilib qo'yilgan. E'tibor beringlar, qancha mevali daraxtlar, qancha katta hudud. Kadastr hujjatda 8 sotuq, keyinchalik qo'shib olasizlar, dokumentini qilasizlar. 16 sotuq общий chiqadi ushbu hovlimiz. Keling, ichkari taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda yangi korpusimizni. Asosiy korpusimizni kirish eshigi ko'ryapsizlar, akfa bilan to'liq o'rab olingan, hamda kiradigan bo'lsak, uzun koridor bo'ylab xonalarimiz bo'linib ketgan. Bu tarafda demak yotoqxonamiz joylashgan, kattagina mebellarga ega, hamda bu tarafda katta oshxonamiz mavjud. Keling, oshxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Kerakli mebel texnikalariga ega, ko'rishimiz mumkin. Ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlar mavjud, hamda oshxonaning to'rida kladovka ham qilib qo'yilgan, banka va shunga o'xshagan narsalarni saqlash uchun. Ichkarida qilib yuvinish xonalari qilib ham qo'yilgan. Marhamat, keling, dush qismlari, yuvinish xonasi hamda hojatxonasi ham ichkarida qilingan. Marhamat. 16 sotikdan iborat mana shu bahaybat hovlimizning narxi 895 million so'm. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, to'liq ma'lumot uchun pastda o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz. Xohlang ushbu joyda katta bahaybat hovlingizni quring, xohlang 2-3 ta hovli quring, xohlang marhamat barcha sharoitlarga ega istiqomat qilsangiz bo'ladi. Navoiy shahar markazidan kvartira doplatasi bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Umumiy lokatsiya Munisliy xonaning orqasi M30 trassadan 150 metr ichkarida joylashgan, maktab, bog'chalar yaqin hududda. Tavsiya qilaman, bunaqa narxda, bunaqa katta hudud har doim ham sotuvga chiqavermaydi. Pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimizning raqamlarimiz, Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, yaxshi ko'chmas mulk e'lonlarini arzon narxda ko'rib borasiz.